Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Muhim va dolzarb voqealar tafsiloti bilan efirda Axborot 24 informatsion dasturi dastur taqdimoti bilan studiyada G'olibnazar Qurbon. Mamlakatimizning har bir hududini izchil rivojlantirish davlatimiz rahbarining doimiy e'tiborida. Prezidentimiz tashabbusi bilan joylarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar hududlar iqtisodiyotini yangi bosqichga olib chiqish, aholi farovonligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Xususan, davlatimiz rahbari yaqinda Farg'ona viloyatiga tashrifi davomida ham hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, investitsiya muhitini yaxshilash va yangi loyihalarni jadallashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratdi. Ana shunday izchil siyosat va amaliy sa'y-harakatlar samarasi o'laroq Farg'ona viloyati xalqaro Fitch Ratings agentligining BB barqaror reytingini qo'lga kiritib, O'zbekistonda bir vaqtning o'zida 2 xalqaro reytingga ega bo'lgan ilk hududga aylandi. Bu esa viloyatning iqtisodiy barqarorligi, investitsiyaviy jozibadorligi hamda xalqaro moliya bozorlaridagi o'rni va mavqei ortib borayotganidan dalolat beradi. Dastlabki sharhimiz shu haqida. Farg'ona viloyatining Fitch Ratings xalqaro agentligi tomonidan BB barqaror kredit reytingga munosib deb topilishi tasodifiy emas. Bu keyingi yillarda hududda amalga oshirilgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar, investitsiya siyosati, sanoatlashtirish jarayonlari va tadbirkorlik muhitini yaxshilash bo'yicha olib borilgan tizimli ishlarning bir xalqaro darajadagi e'tirofi. Eng muhimi, Farg'ona viloyati bugun O'zbekistonda bir vaqtning o'zida 2 nufuzli xalqaro reyting, Fitch Ratings va Standard & Poor's global bahosini olgan birinchi hudud sifatida mamlakat iqtisodiy xaritasida mutlaqo yangi pozitsiyaga chiqmoqda. Xalqaro reyting agentliklari hududlarga baho berishda faqat rasmiy statistika emas, balki iqtisodiyotning haqiqiy barqarorligi, diversifikatsiya darajasi, qarz yuki, investitsiya muhiti, byudjet boshqaruvi va o'sish sur'atlariga e'tibor qaratadi. Farg'ona viloyatining so'nggi yillardagi natijalari esa bu baholar bejiz emasligini ko'rsatmoqda. So'nggi yillarda viloyatda 8 milliard 200 million dollar investitsiya hisobiga 8 mingta zamonaviy ishlab chiqarish quvvati ishga tushirildi. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun 100 trillion so'm moliyaviy resurs yo'naltirildi. Tijorat maydonlari hajmi 10 million kvadrat metrga kengaytirildi. Natijada 13.5 mingta yangi kichik va o'rta biznes subyektlari tashkil etilib, ularning umumiy soni qariyb 2 barobarga oshdi. Bu raqam Farg'onada xususiy sektor iqtisodiyotining asosiy drayveriga aylanayotganini ko'rsatadi. Investitsiyalarni kiritish yuqori darajada olib borilmoqda. Biz buni shahar va tumanlarning rivojlanganlik darajasida ham ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa investitsiya muhitini, investitsiya qaytamini yoki investitsiya samaradorligini hududlarda yuqoriligi yana bir bor buni isbotlab turibdi. Buning natijasida ushbu nufuzli tashkilot tomonidan barqaror degan bir xalqaro e'tirofni kuzatishimiz mumkin. Nafaqat bu moliyaviy ko'rsatkich, balkim iqtisodiy islohotlar, byudjet intizomi kabi asosiy islohotlar jadal suratlarda amalga oshirilayotib turganidan dalolat beradi va bu o'z navbatida viloyatni xalqaro standartlar asosida baholanganligidan dalolat beradi. Xalqaro miqyosda xorijiy investorlarni keng jalb qilish, moliyaviy tashkilotlar bilan birgalikda aloqalarni yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. Buni isbotda qilib aytadigan bo'lsak, bu xorijiy investorlar uchun ishonch yorlig'i, kafolati degan ma'noni anglatadi. Yalpi hududiy mahsulot o'sishi 2024-25 yillarda ham 5-6% ni tashkil qilyapti. Viloyat sanoat, qishloq xo'jaligi, turizm sohalarida yaratilayotgan turgan mahsulot va xizmatlarda o'sib borishi bilan ham alohida ahamiyat kasb etadi. So'nggi 4 yil ichida Farg'ona viloyati yalpi hududiy mahsuloti 1.7 barobarga oshdi. Sanoat ishlab chiqarishi 1.5 barobar, xizmatlar sohasi esa qariyb 3 barobar o'sdi. 2025-yil yakunlariga ko'ra viloyat yalpi hududiy mahsuloti 111 trillion so'mga yetdi va hajmi bo'yicha respublikada 5-o'rinni egalladi. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining qariyb 6% ga tengdir. E'tiborli jihati, hudud iqtisodiyotining o'sish sur'ati 8.1% ni tashkil etib, respublikada o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori bo'ldi. Bu esa Farg'ona iqtisodiyoti barqaror va yuqori sur'atlarda rivojlanayotganini anglatadi. Moliyaviy transmilliy korporatsiyalarni bugungi kunda 3 ta asosiy reyting kompaniyasi 90-95% atrofida berayotgan baholari bu moliyaviy tashkilotlarni dunyo moliya bozoridagi faoliyatini belgilab beruvchi ahamiyatga ega bo'lyapti. S&P Global kompaniyasi, ikkinchisi Fitch Rating va uchinchisi Moody's agentligi deb nomlanadigan xalqaro reyting kompaniyasi hisoblanadi. Bu uchala kompaniya aytib o'tganimdek bugungi kundagi jahon moliya bozoridagi o'zgarishlarni, trendlarni oldindan belgilovchi ahamiyatga ega bo'lgan reyting kompaniyalar hisoblanadi. Oxirgi paytlarda dunyo miqyosidagi siyosiy vaziyatlarni juda ham tez sur'atlar bilan o'zgarib borayotganligi dunyodagi ayrim mamlakatlarni
qisqa vaqtda taraqqiyot emas, balki retsessiyaga, ya'ni iqtisodiy salohiyatni orqaga ketishiga olib kelayotganligini kuzatishimiz mumkin. Masalan, Fors ko'rfazi atrofidagi o'zgarishlar, bu demak butun dunyodagi iqtisodiy vaziyatga o'zini ta'sirini ko'rsatayotgan bitta sharoitda O'zbekistondagi alohida hududlarni yaxshi taraqqiy etib borayotganligini e'tirof etilishi ham mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy, siyosiy, shu bilan birga moliyaviy sohadagi erishilayotgan natijalarni e'tirof etilishi hisoblanadi. Mutaxassislar fikricha, bunday o'sishning asosiy omili iqtisodiyotning yaxshi diversifikatsiya qilinganidir. Ya'ni hudud iqtisodiyoti bir yoki ikki tarmoqqa qaramay emas. Bugun Farg'onada eng tez rivojlanayotgan tarmoq xizmatlar sohasidir. Ushbu yo'nalishning yillik o'sish sur'ati 11% dan oshib ketgan. Ayniqsa savdo, transport, mehmonxona biznesi, moliyaviy xizmatlar, raqamli xizmatlar, IT sohasi jadal rivojlanmoqda. Bu jarayon aholi daromadlari o'sishi, urbanizatsiya va biznes faolligining kengayishi bilan bevosita bog'liq. Shu bilan birga qurilish sohasidagi o'sish sur'ati 17% dan oshib mamlakatdagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biriga aylandi. Bu Farg'onada infratuzilma va shaharsozlik jarayonlari yangi bosqichga ko'tarilganini ko'rsatadi. Ayniqsa Farg'ona, Qo'qon va Marg'ilon shaharlari, shuningdek Qo'shtepa, Oltiariq va Farg'ona tumanlari iqtisodiy faollik markazlariga aylanib bormoqda. Hududda 8 ta yangi O'zbekiston massivlarining qurilishi, bu aholining daromadi oshib borayotganligi va hududda ishsizlik ko'rsatkichi tobora kamayib turganligi bu xalqaro moliyaviy tashkilotlar tomonidan juda ham yuqori baholanmoqda. Qarzni qoplash darajasi yoki bo'lmasa likvidlik darajasini olib qaraydigan bo'lsak, 2025-yilning yakunlariga ko'ra Farg'ona viloyatidagi naqd pul tushumlari 381,1 milliard so'mni tashkil etdi. Bu esa o'zimizni qoplash imkoniyatimizni yanada oshirishiga asosiy sabab bo'ladi. Farg'ona viloyatida iqtisodiy o'sish faqat raqamlarda emas, balki aholi hayotida ham namoyon bo'lmoqda. So'nggi 4 yilda ishsizlik darajasi 9.2% dan 4.6% ga, kambag'allik darajasi esa 11.6% dan 5.2% ga tushdi. Bu iqtisodiy islohotlar ijtimoiy samara berayotganining muhim ko'rsatkichidir. Chunki investitsiya, sanoat va biznes rivoji yangi ish o'rinlari, aholi daromadlari va turmush darajasining oshishiga xizmat qilmoqda. Juda hozir quvonib tan olyapmizki, mana shu xabarni eshitib, mana shu bilan tanishib, dunyo davlatlari ichida eng barqaror moliyaviy reytingni ta'minlay oladigan, mana shuni baholaydigan agentlikni bevosita bizni viloyatimizga bergan yuqori bahosi ochig'ini tan olib aytish kerak, odamni hayajonlantirib yuboradi. Viloyatimizda bo'layotgan o'zgarishlar, bu yangilanishlar, bu islohotlarda ijobiy natijalari hamma sohada baravariga ketayotganligi albatta bu viloyatimizga berilgan bahona naqadar to'g'ri ekanligini bildiradi. Undan tashqari barcha sohalarda ishlab xalqning ichida yurgan bir fuqaroman. Mana shunda xalqni o'zini qalbidagi gaplarda, ayniqsa yurtimizda mana shu muhtaram yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlarda inson qadri uchun, farovon hayotimiz uchun naqadar ijobiy ketayotgan natijalarni ko'rib xalqning xursandchiligini ifodalovchi bir omil desak, bir paytlari prezidentimiz aytardi, mana shu viloyatlar poytaxtdan raqobatlashadi, o'shalar bilan tenglashadi degan kunlar yetib kelyapti. Farg'ona an'anaviy agrar hudud bo'lishiga qaramay, bugun qishloq xo'jaligida ham yangi iqtisodiy modelni shakllantirmoqda. So'nggi yillarda 15.000 gektarda sanoatlashgan bog' va tokzorlar yaratildi. Yana 6.000 gektar maydon rekonstruksiya qilindi. Natijada meva-sabzavot eksporti 3 barobarga oshib, 400 million dollarga yetdi. Bu Farg'ona agrosanoat majmuasi endilikda faqat xomashyo emas, balki eksportbop va qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishga o'tayotganini ko'rsatadi. Bu barqarorlik reytingida Farg'ona viloyatida BB- reytingini olganidan juda ham xursandmiz. Bu asosan katta tashkilotlar, davlatlar va bank sohalarida moliyaviy muassasalar oladigan reytingda. Bugungi kunda o'zimizni ona viloyatimiz Farg'ona viloyati olganidan juda ham xursandmiz. Bu bizga nima beradi? Qo'shimcha investorlar jalb qilish, arzon investitsiya, arzon bank ta'minot pullarini olish uchun juda ham katta yordam beradi. Bugungi kunda bizning korxonamiz ikkinchi etapda o'sish ishlarini olganmiz. Yana qo'shimcha investitsiya jalb qilish xohishlarimiz bor. O'shanga bu reyting biz uchun yana osonroq eshiklar ochadi. Davlat rahbari olib borayotgan siyosatning to'g'riligi mana shu bugungi kunda shu reytinglarda ham bilinib turibdi. Farg'ona viloyatining barqarorlik sertifikatiga ega bo'lishi bu hududda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, ochiq iqtisodiy siyosat va investorlar uchun yaratilayotgan qulay muhitning xalqaro darajadagi e'tirofi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Biz chet ellik investorlar va xorijiy sarmoya ishtirokidagi korxonalar vakillari sifatida bu natijani katta mamnuniyat va faxr bilan qarshi oldik. Amaliy faoliyatimiz davomida shuni his qilmoqdamizki, yangi O'zbekistonda olib borilayotgan pragmatik va ochiq siyosat biznes uchun ishonchli
kafolat yaratmoqda. Ayniqsa hududlarda investitsiya muhitini yaxshilash, xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash va xorijiy sarmoyani himoya qilishga qaratilgan izchil choralar iqtisodiy faollikni yanada kuchaytiryapti. Eng muhimi, mamlakatdagi siyosiy barqarorlik va uzoqni ko'zlagan taraqqiyot strategiyasi investorlarda kelajakka bo'lgan ishonchni mustahkamlamoqda. Bugun O'zbekiston nafaqat Markaziy Osiyoda, balki keng mintaqada ham sarmoya kiritish uchun eng istiqbolli va xavfsiz yo'nalishlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu esa mamlakatning xalqaro maydondagi nufuzi va iqtisodiy salohiyati tobora ortib borayotganining amaliy tasdig'idir. 2025-yilda viloyatda 1281 ta investitsiya loyihasi amalga oshirilib, 44 mingta yangi ish o'rni yaratildi. Yil davomida 3 milliard dollarlik xorijiy sarmoyalar o'zlashtirildi. Eng muhimi, investorlar geografiyasi 35 dan ortiq davlatni qamrab olgan. Bu Farg'ona viloyatining xalqaro investitsiya bozoridagi ishonchi va nufuzi oshib borayotganini anglatadi. 2026-yilda esa 4,5 milliard dollarlik sarmoyalarni o'zlashtirish rejalashtirilgan. Bu 2025-yilga nisbatan 1.6 barobar yuqori ko'rsatkich bo'ladi. Farg'ona viloyati tashqi bozorlarda ham faol pozitsiyani egallayapti. 2025-yilda eksport hajmi 1.1 milliard dollarga yetdi. Shundan 402 million dollari qishloq xo'jaligi, 695 million dollari sanoat mahsulotlari hissasiga to'g'ri keladi. Eksport hajmi 1 yilda 1.3 barobarga oshdi. Eng muhim o'zgarish eksport geografiyasining kengayishida. Hozirda Farg'ona viloyatining mahsulotlari 67 ta davlatga eksport qilinmoqda. Yangi bozorlar qatorida Meksika, Vengriya, Shvetsiya, Ruminiya, Jazoir, Gretsiya, Slovakiya, Ummon, Tailand, Maldiv kabi davlatlar ham bor. Ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa davlatlariga eksport hajmi 2 barobar oshib, 110 million dollarga yetdi. Bu esa Farg'ona mahsulotlarining xalqaro raqobatbardoshligi oshib borayotganini anglatadi. Aprel oyining oxirida muhtaram prezidentimizni Farg'ona viloyatiga tashriflari bo'ldi va shunda Quvasoy hamda Qo'qon shaharlarida to'xtab, viloyatni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qator topshiriqlar berib o'tdilar. Jumladan, agrosanoatni rivojlantirish bo'yicha resurs tejamkor bo'lgan texnologiyalarni joriy qilish, qishloq xo'jaligini yanada raqamlashtirishni kuchaytirish, mahsulotlarni chuqur qayta ishlash va eksport tarkibida tayyor mahsulotlar ulushini oshirishga doir topshiriqlar berildi. Shu bilan birgalikda shaharni xalqaro turizm markaziga aylantirish, turizm va servisni rivojlantirish va o'z navbatida o'sha qator sanoat tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha topshiriqlar berdilarki, bu aholini turmush farovonligini oshirish, viloyatda ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini ta'minlaydi va bularni ta'minlash uchun investitsiya kerak bo'ladi. Shu borada xalqaro o'sha investorlarni jalb qilish uchun yuqoridagi biz uchun ishonch yorlig'i juda muhim ahamiyat kasb etadi deb o'ylayman. Joriy yil uchun viloyat oldiga iqtisodiyotni 9.1% ga, sanoatni 9% ga oshirish, 4,5 milliard dollar sarmoya jalb qilish, eksport hajmini 2 milliard dollarga yetkazish kabi ulkan vazifalar qo'yilgan. Bu maqsadlar Farg'ona viloyati endilikda faqat respublika miqyosida emas, balki Markaziy Osiyodagi eng faol industrial va innovatsion markazlardan biriga aylanishni ko'zlayotganini ko'rsatadi. Farg'ona viloyatining BB barqaror xalqaro reytingi bu shunchaki moliyaviy baho emas, bu hududda shakllanayotgan yangi iqtisodiy muhit, islohotlar samarasi, investorlar ishonchi va zamonaviy taraqqiyot modelining xalqaro e'tirofidir. Bugun Farg'ona sanoatlashuv, investitsiyaviy jozibadorlik, eksport salohiyati, xizmatlar iqtisodiyoti, turizm, tadbirkorlik muhiti bo'yicha mamlakatning eng tez rivojlanayotgan hududlaridan biriga aylanmoqda. Eng muhimi, bu o'sish ortida inson kapitali, yangi ish o'rinlari, kambag'allikni qisqartirish va aholi turmush darajasining yaxshilanishi turibdi. Xalqaro reytinglar esa aynan shu o'zgarishlarning dunyo miqyosidagi e'tirofi bo'lib xizmat qilmoqda.